Assalomu alaykum. Bu darsda biz bugun matematik operatorlarni o'rganamiz va matematik operatorlarda ba'zilarida farq bor. O'sha farqlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rganadigan matematik operatorimiz bu albatta plyus va nimaga plyusdan boshlayapmiz? Chunki boshqa matematik operatorlarga qaraganda plyus boshqacharoq ishlaydi. Xo'sh, buni tushunishimiz uchun, demak, birinchi yaratamiz biror narsa, masalan, o'zgaruvchi yaratamiz. Let aytaylik students yoki students emas, biror narsa, mayli, students deylik, let students 30. Demak, 30 bo'ldi. Endi biza bu yoqda hali ma'lumot turlarini o'tganim yo'q. Studentsni qiymati 30 ga teng va 30 hech qanaqa qo'shtirnoq ichida emas. Ya'ni qo'shtirnoq ichida bo'lmagani uchun bu string emas, number deyiladi. Endi number deyilganidan keyin bu narsa qo'shuv numberlar bilan, ya'ni raqamlar bilan to'g'ridan to'g'ri muammosiz ishlaydi. Xo'sh, sinab ko'rishimiz uchun demak students qilaman, teng qilaman. Demak, let bilan yaratganimizga students qiymatini qaytadan o'zgartirsa bo'ladi. Demak, 30 plus aytaylik 5 qiladigan bo'lsak, albatta 35 chiqishi kerak va logni ichida men chaqiraman studentsni chaqiraman. Demak, qiymati 35 chiqishi kerak. Avvalambor hozir biza JavaScriptimizni ulab olishimiz kerak. Demak, JavaScriptimizni ulash uchun oldin ko'rsatganimdek buni ichida script va source orqali script.js ni ulaymiz. Script emas, index.js ekan. Index.js ni ulaymiz va defer ni qo'yamiz. Demak, defer ni qo'yganimizdan keyin bu JavaScriptimiz ishlashi kerak va biror narsa yozib qo'yishimiz kerak. H1 hello HTMLimizga va to'g'ridan to'g'ri natijasini ko'rish uchun. Demak, hello chiqdi. Biz inspect qilamiz chunki console log mana bu yoqda konsolda chiqaradi. Demak, natijamiz 35. Xo'sh, endi JavaScriptimizga qaytamiz. Demak, ko'rganinglardek oddiy raqamlar bilan ishlayotganimizda JavaScript demak to'g'ri ishlayapti, plus to'g'ri ishlayapti. Endi ma'lumot turlarini hali tushuntirganim yo'q to'laqonli. Demak, ma'lumot turlaridan agar qo'shtirnoq ichida, ya'ni 30 qo'shtirnoq ichida bo'ladigan bo'lsa, bu string deb ataladi. Va string bo'ladigan bo'lsa, plus boshqacha ishlaydi. Nafaqat JavaScriptda, balki boshqa dasturlash tillarida ham agar stringga biz raqam qo'shamizmi, boshqa narsa qo'shamizmi, uni hammasini stringga aylantirib yuboradi. Hozir 30 ga 5 qo'shilyapti. Mana bu yoqda uzr so'rayman, xato yozilgan ekan. Boya students plus 5 bo'lish kerak edi. O'shanda 35 chiqish kerak edi. Demak, men xato yozib yuborman. Demak, bu yoqda students plus 5 bo'lish kerak, 35 chiqish kerak edi. Endi bu qo'shtirnoq ichida bu 35 chiqmaydi, 305 chiqadi. Demak, 305 chiqdi. Nimaga 305 chiqdi? 305 chiqqanining sababi mana bu qo'shtirnog'i ichiga mana bu 5 ni olib keldida, bunday qo'yib qo'ydi. Demak, string concatenation degan narsa bor. Stringlar agar bitta tarafi, demak, qo'shuvchilarni chap tarafimi yoki o'ng tarafdagisimi string bo'ladigan bo'lsa, keyingi qiymatni ham stringga aylantirib yuboradi. Demak, bizada 30 stringda edi, qo'shtirnoq ichida va 5 ni qo'shuvdik, 305 chiqdi. Qo'shtirnoqni olib tashlaymiz. Olib tashlaydigan bo'lsak, yana ko'rishinglar mumkin. Demak, 35 chiqadi. Qo'shtirnoqni olib tashlaganimizda 35 chiqadi. Demak, raqamlar bo'lganda muammo yo'q. Oddiy matematikada ishlaydi. Plus, lekin string bo'layotganda, demak, 305 chiqadi. Xuddi shunaqa 30 yoniga a qo'yib qo'yamiz. Mana nima bo'layotganini ko'rish uchun 30a5. Bu natijasi string chiqaryapti. Raqam chiqarmayapti natijada. Uni tekshirish uchun bizada mana 30 ga 5 qo'shayotganimizda 305 chiqaryapti.
bu raqam chiqaryapti-yu javobi desanglar adashasizlar, raqam emas, string chiqaryapti. Chunki type of bilan tekshirishimiz mumkin. Type of students desak, o'sha chiqarayotgan natijani turini ko'rsatib beradi. Type of demak string deyapti, raqam emas. Endi qo'sh tirnoqni olib tashlayman. Qo'sh tirnoqni olib tashlayman va 30 ni plus 5 ga qo'shadigan bo'lsam number deyapti. Demak 30 ni 5 ga qo'shsak 35 chiqadi. Lekin qo'sh tirnoq ichida bo'ladigan bo'lsa, qo'sh tirnoq ichidagisi 305 chiqadi, chunki type of da mana yana tekshirishimiz mumkin, string. Qo'sh tirnoqni olib tashlayman. Demak, qo'sh tirnoqni olib tashlayman, number bo'ldi. Endi shu students ni o'rnida masalan qandaydir text bo'lishi mumkin. Hello bo'ladigan bo'lsa, hello 5 chiqadi. Demak, hamma narsani mana type of olib tashlayman. Hello 5 chiqadi. Hello 5 chiqdi. Nimaga? Chunki hello ni yoniga 5 ni kirgizib qo'ydi. Endi biz type of bilan asosan ma'lumot turlarini qanday ma'lumot turi ekanligini ko'ramiz va hozir ko'rganinglardek type of bilan qanday ma'lumot turini natija qanday ma'lumot turida ekanligini ko'rdik. Demak, plusni ishlashi sal boshqacharoq. Keyingisi qolganlarida unaqa ishlamaydi. Yana hello ni o'zgartirib qo'yadi. Birinchi raqam bilan ishlaymiz. Demak, shu narsani men copyright qilaman. Shuni men copyright qilaman. Xo'sh, minus 5 qilaman. 25 chiqish kerak, chunki 30 raqam, 5 demak 5 ham raqam. Demak 25 chiqdi. Endi mana shu 30 ni yana qo'shtirnoq ichiga olaman va minus yoki ko'paytiruv yoki bo'luv boshqacha ishlashini hozir farqini bilib olishimiz kerak plyusga nisbatan. 25 chiqdi. Endi hayron qolgan bo'lsanglar kerak, 25 chiqdi. Nimaga? Bu string edi-ku. Nimaga qanaqa qilib 25 chiqdi desanglar, minus ko'paytiruv bo'luv agar bitta tarafi string bo'ladigan bo'lsa, bitta tarafi raqam bo'ladigan bo'lsa, o'sha stringni ichiga kiradida, mana bu qo'sh tirnoqni ichiga kiradida, mana bu narsa 30 haqiqiy raqammi yoki raqam emasmi tekshirib chiqadi. Agar raqam emas bo'ladigan bo'lsa, bizaga none degan narsa chiqadi. None degani not a number, ya'ni raqam emas degani none. Raqam emas degan narsani qisqartmasi none, not a number degani. Demak, hozir nima bo'ldi? Students qiymati 30 string ichida bo'ldi, lekin mana bu qo'sh tirnoqni ichiga kirdida qarasa to'g'ridan to'g'ri raqam turibdi, tekshirdi va o'sha raqamni olib turib, o'shandan ayirdi -5 ni. Endi type of qilib ko'ramiz, natija nima chiqdi? Type of qiladigan bo'lsak, o'sha demak number bitta tarafi string bo'ladigan bo'lsa ham, lekin ichida raqam bo'ladigan bo'lsa, o'sha stringdan ochib yordida 30 dan -5 ayirdi, 25 chiqdi. Demak, qo'sh tirnoq bilan ham, qo'sh tirnoqsiz ham ishlayapti minus. Lekin boya aytayotganimdek, agar 30 ni yonida a bo'ladigan bo'lsa, bu stringning ichida qanaqadir raqam bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu qo'sh tirnoq ichiga kiradida tekshiradi. Xo'sh, tekshirayotganda 30 o'zi yaxlit turmagan bo'lsa, 30 a turgan bo'lsa, demak buni not a number chiqarish kerak. Xo'sh, not a number chiqardi. Not a number chiqardi, sababi bu raqam emas. Bu raqam emas. None degani raqam emas chiqardi. Ko'rganinglardek, demak ishladi, ko'rdimiz. Xo'sh, buni endi men yana kommentariyaga olishdan oldin bitta copyright qilib olaman va xuddi shu logika bo'luv, ya'ni bo'luv bilan ham, ko'paytiruv bilan ham bir xil. Xo'sh, 30 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 150, to'g'ri. Endi buni string ichiga olaman. Yana 150, sababi 30 ko'paytirilgan 5, 30 ga 5 ko'paytirsak, yana shunaqa qilyapti, stringni ichiga kiryapti, qo'shib tirnoq ichiga kiryapti, raqammi, raqam emasmi tekshiryapti. Xuddi shunaqa q yoki w qo'shib qo'yadigan bo'lsam, not a number dot. Not a number dot. Sababi string ichiga kiryapti-da, tekshirsa 30 ni o'zi emas, harfi ham bor, o'shaning uchun buni raqam emas deyapti.
Xuddi shunaqa logika, demak, bo'luv bilan ham davom etadi. Bo'luv bilan ham davom etadi. Demak, ko'paytiruvni bo'luvga almashtiraman va 35 ga bo'ladigan bo'lsak 6. Xo'sh, 35 ga bo'ladigan bo'lsak 6, bitta tarafini demak string qilib qo'yaman. 36 ga bo'lsak, 35 ga bo'lsak 6 demak ishlayapti. Yana bunda ham w qo'shib qo'y, masalan 30 ga yoniga w qo'shib qo'yadigan bo'lsam, raqam emas deyapti. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Demak, bir taraf raqam, bir taraf string. O'shaning uchun stringni ichiga kiryapti, raqamni tekshiryapti, qarasa raqam emas. O'shaning uchun none chiqaryapti. None chiqaryapti, not a number. Ya'ni raqam emas chiqaryapti. Demak, matematika operatorlardan ko'pchiligi shunaqa ishlaydi. Ko'p qismi shunaqa ishlaydi va matematika operatorlardan yana biz tushunishimiz kerak bo'lgan matematika operator bu students deyiladi. Xo'sh, students bu narsa ko'plar foiz deb o'ylaydi. Bu foiz emas, bu qoldig'ini topish. Demak, agar 32 ga bo'ladigan bo'lsak, 0 chiqadi qoldig'i. Chunki 2 ga bo'linadi, 15 bo'ladi, 2 ga bo'linadi, javobi 0 chiqadi. Demak, javobi 0 chiqdi. Javobi 0 chiqdi. Agar mana bu 30 bu yoqda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, string bo'lsa ham ishlayapti. 30 yoniga w qo'yadigan bo'lsak, raqam emas deyapti. Xo'sh, 30 yoniga 1 qo'shdim, 1 chiqdi. Nimaga 1 chiqdi? Sababi 30 ni 2 ga bo'lsak, 15 dan bo'linadi, lekin 1 qoldiq sifatida chiqadi. Demak, 1 qoldiq sifatida chiqdi. Demak, foiz JavaScriptda qoldiqlar bilan ishlash uchun chiqarilgan. Qoldiqlar bilan ishlayotganimizda kerak bo'ladi bu operator. Demak, keyingi biza o'rganishimiz kerak bo'lgan matematik operator bu darajasiga ko'tarish. Darajasiga ko'tarish. Demak, biza hozir studentsni 31 ni to'g'rilab qo'yamiz 30 ga. 30 ga to'g'rilab qo'yadigan bo'lsak, 30 ni ikkinchi darajasi deymiz. 30 ni ikkinchi darajasi 900 bo'ladi. Xuddi shunaqa 30 ni masalan 5 ga 5 qilib turib, bu yoqni 3-daraja qiladigan bo'lsak, 125 chiqish kerak. 125 chiqdi. Demak, bu ko'paytiruvni 2 ta qo'yadigan bo'lsak, bu darajasiga ko'paytiradi. Darajasiga ko'tarib yuboradi o'sha narsalarni. Demak, bu matematika operatorlar edi va bundan keyingi dars shuni davomi sifatida math degan funksiya bor, qurilgan funksiya bor. O'shani ko'rib chiqamiz. Masalan, math.power degani o'sha xuddi mana bu yoqda nima qilayotgan bo'lsak, darajasiga ko'tarayotgan bo'lsak, xuddi shunaqa darajasiga ko'taruvchi narsa. Buni keyingi darsda ko'rib chiqamiz.